Hurmatli musiqa va san'at ixlosmandlari, sizlarga joriy o'quv yili uchun maktabimizning quyidagi yo'nalishlari bo'yicha tahsil olishga chorlab qolamiz. Sizlarga o'zbek xalq cholg'u sozlaridan rubob, g'ijjak, dutor, chang, doira, nay va boshqa cholg'u asboblari, fortepiano ijrochiligi, skripka, an'anaviy xonandalik, an'anaviy ijrochilik, damli va zarfli cholg'u ijrochiligidan klarnet va truba, estrada xonandaligi, tasviriy va amaliy san'at sirlaridan rassomchilik va haykaltaroshlik hamda liboslar dizaynerligi, xoreografiya yo'nalishi, teatr va aktyorlik san'ati yo'nalishlari bo'yicha qabul jarayonlari boshlanganini ma'lum qilamiz. Aytgancha, musiqaning nazariy fanlari ham o'rgatiladi. Bizning maktabda tahsil olgan va olib kelayotgan yosh iqtidor egalari ovoz, artist kabi ko'rsatuvlarda hamda viloyat, respublik va hatto xalqaro festival va ko'rik tanlovlarda faol qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelishayotgani bejizga emasdir. Shoshiling, hujjatlar 31 avgustga qadar qabul qilinadi. Manzil: Uchko'prik shaharchasi, Hamid Olimjon ko'chasi, 5-uy. Mo'ljal: sobiq konserva zavodi. Avtomaktab ro'parasi. Iste'dodingizni namoyon etish vaqti keldi. Batafsil ma'lumot olishingiz uchun aloqa telefonlari 90lik kodi bilan 305 7609 va 98 kodi bilan 575 27 37.